Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kech, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janob Mirziyo Shavkat Miromonovich. Soat hozir 17:05. Bugungi sana 23-fevral, 2-oy 2026-yil. Sizga yana YouTube orqali murojaat qilishga to'g'ri kelyapti. Juda ko'p sabablar bo'lganligi sababli huquqim, hurmatim, murojaatim bo'yicha, shifokorlarga qo'shganda sog'lig'im bo'yicha har tomonlama inobatga olinmasdan chetga surib tashlangan holatda inson sifatida emas, hayvon sifatida emas, umuman jonsiz sifatida mani tegishli joylar umuman odam o'rnini ko'rmayapti. Siz ham bundan mustasno emassiz. To'g'risini aytganda nima qilaman, paxtakorlik qilib, yolg'on gapirib yoki sizni aylanib o'tib, ro'parimdan kim chiqsa hammani ko'rsatishga tayyorman. Nega? Men Allohdan qo'rqaman va yolg'onchi, tuhmatchi emasman, birovga gap aylantiradigan. Mana bu mani taniydiganlar, ya'ni mani murojaatlarimni to'g'ri hal qilmasdan menga qarshi chiqib, menga nisbatan fitna, tuhmat, yolg'onlarni uyushtirib, amalga oshirib, tuhmat sud qarorlari, tuhmat sud ajrimlari va tuhmat ruhiy kasal hujjatlarini muhrlab, imzolab, ro'yxatga olib, uni ishlatib, meni sharmanda qilib, nohaq jazolab, meni qoralagan amaldorlar, organ xodimlari, shifokorlar va ba'zi bir fuqarolar, tegishlilar deb aytib turay, hammaliklar birgalikda menga har tomonlama hujum qilib kelmoqda. 17-19 avgust 8-oy 2013-yildan beri 12 yildan oshdiki, jiddiy tuhmat jarayoni boshlangan kundan beri mana shu tuhmatlardan xalos bo'lish uchun, oxir oqibat tuhmat sud qarorlari, tuhmat sud ajrimlari va tuhmat ruhiy kasal hujjatlardan xalos bo'lish uchun ularga o'xshab yolg'on tuhmat bilan emas, bor haqiqat, diktafon zapis, ariza, adolatsiz javob xatlari va javobxonsiz qolib kelayotgan juda ko'p arizalarim bilan men hammalaringiz oldingizga chiqib, men bor haqiqatni aytyapman. Men shaxsan sizlarga o'xshab, hammalaringizga o'xshab yolg'on gapirmayapman. Kimlar ekanligini o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Meni yana qancha umrim bor yo'q bilmayman, hatto sizlarni ham o'zingiz bilmaysiz qancha umringiz bor. Sizlar ham o'lib ketasizlar vaqt soati kelib. O'lmay qolmaydi hech kim. Bu dunyoda tirik jon bor ekan, hamma o'ladi. Lekin meni xo'rlaganlaringiz bu dunyoda ham, u dunyoda ham tamg'a bo'lib sizlarga qoladi. Hali yana nimalar yo'qotiladi, buni vaqt ko'rsatadi. Yo yana jinnixonaga tiqasizlar, yoki turmaga, yo bo'lmasam ajalim yetsa o'ldirib yuborasizlar. Uni Alloh biladi. Yolg'iz Alloh biladi. Men bir narsani aytmoqchiman-da. Nega sizlar to'g'ri ishlamaysizlar? Kimni qo'liga, kimni nomiga xat yozilsa, nega o'sha odam javob xati bermaydi va uning ustidan shikoyat qilinsa, boshqa joylar chorasini ko'rmasdan yana qaytib o'zini qo'liga yuboradi. Xo'p, 1000 marta yozmaysizmi? Men buni isbotlovchi dalillarim yetib ortadi. Men oddiy fuqaro bo'lib, dokumentim jinni, ruhiy kasal bo'lib turib, asli ruhan sog'lom bo'lib turib, men mana shu narsalarni tushunib turibman. Sizlar yo tushunmaysizlarmi yoki dup-dupmisizlar? Tegishlilar, aql bormi sizlarda, vijdon bormi? Meni shunchalik xo'rlab oyoq osti qilib sharmanda qilyapsizlar har tomonlama. Mana shu 12 yildan oshiq vaqt mobaynida. Mana bugungi kunga kelibman, bor haqiqatni baralla sizlarga anaqa bo'rtirmasdan yoki yashirmasdan shunday oshkor qilib aytyapman hozir. Bor haqiqatni, tuhmatsiz, yolg'onsiz. Meni yeturuq aymog'imga, butun avlodimga tamg'a bo'lib qoladigan tuhmat sud qarorlari jinoyat tarzida, tuhmat sud ajrimlari jinoyat tarzida, tuhmat ruhiy kasal hujjatlari tuhmatli tarzda, hammasi tuhmat, yolg'onlar bilan, samasud qilish bilan, qonunni aylantirib, qonun buzib, jinoyat qilib, jinoyatni yashirib, yana jinoyat kodeksiga tegishli moddani buzib, mana shuncha ishlarni qilyapsizlarda. Nima, men ba'zi bir vatandoshlarimga o'xshab indamay yurishim kerakmi?
o'ldirib yuborim deb qo'rqitasizlarmi, yo bo'lmasam qamatib yuborim deb qo'rqitasizlarmi? Men bundan qo'rqmayman. Men qo'rqib bo'ldim mana shu paytgacha. Meni o'zlaringiz tayyorladingizlar. Ongi saviyamni, zehnimni, nutqimni hamda duximni hammasini o'zlaringiz tayyorladingizlar meni. Eng yomoni qiziq holatki, men ruhan sog'lom ruhiy kasal bo'lmasam ham ruhan sog'lom holimda ruhiy kasal deb davolashdi dorilar bilan, azobli dorilar bilan. Kitobga qaraganda kitobning harflar ko'zim ko'rmasdan va menga nafaqa berishdi davlatimizning fondidan. Uyat sizlarga. Qani sizlarda to'g'ri ishlash, qani sizlarda adolat, qani haqiqat? Chorizm davrida soyuz davrini yomonlaysizlar. Siz tegishlilar. Sizlar undan o'tib ketdingizlar. Faqat sizlar qog'ozga o'rab qilyapsizlar. O'zlaringizcha qonuniy qilyapmiz deb. Diktofon zapisda arizani, adolatsiz javob xatlaringizni va javob qolib kelayotgan arizalarimni, fotosuratlarni hammasini biriktirsa bor-ku, hammangiz portlab ketasizlar bor-ku. Asl basharalaringiz fosh bo'ladi hammalaringizni. Xod SMBmi, xod prokuraturami, xod ichki ishlarmi, xod adliya vazirligimi, xod sog'liqni saqlash vazirligimi? Aynan shularning ichida ko'proq tegishlilar menga qarshi chiqyapti. Hozir oxir-oqibat kimlarligini aytib o'tay. Ichki ishlar vaziri hozirgi amaldagi, sog'liqni saqlash vaziri hozirgi amaldagi va prezident administratsiya boshlig'i hozirgi amaldagi xonim Saida Mirziyoyeva Shavkatovna va bosh prokuratura, ichki ishlar, sog'liqni saqlash vazirligi, prezident administratsiyasi, mana shular eng birinchi o'rinda katta joylar 4 tasini aytib turay hozircha. Qolganlarni aytsam juda ko'p joylar bor aytaman desam. Oliy sud ham hozir endi Oliy sud raisi almashganligi sababli prema ko'rsata olmayman. Lekin Oliy sud raisi men bilan 4-dekabr 2016-yil uchrashganda Jinoyat ishi Toshkent viloyat sudida qo'li ketib qoldi. Siz keraksiz deb. O'shanda Islomov Baxtiyor aka adashmasam ismlari Oliy sud raisi bo'libdi. Haqiqatni ko'rib turib ko'z yumgan. Hozirgi Oliy sud raisi bor-ku o'sha paytda. Endi hozir mana Jinoyat ishlari Toshkent viloyat sudi va Jinoyat ishlari bo'yicha Chinoz tuman sudi, Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sudi hammalari mana arizalarimga javob bermayapti. Sud tizimida, prokuratura tizimida, ichki ishlar tizimida juda ko'p tizimlarda umuman to'g'ri ishlash yo'q. Umuman to'g'ri ishlash yo'q. Mana bu bayrog'imizni yana o'zlaricha ko'tarib yuribmiz deydi, vatanga xizmat qilyapmiz deydi. Afsus, unaqa emas. Qilliqni qiladi-da ular. Men ilk murojaat qilgan joylarni aytay, tegishli joylarida men fuqaro murojaat qilaman, boraman, xud militsiya olib kelamanmi, advokat olib kelamanmi, nima olib kelaman. O'sha ish o'zimga ag'dariladi. Garchi qo'limda diktofon zapisim bo'lsa, tegishli hujjatlar bo'lsa qo'limda, ish o'zimga ag'dariladi. Bu ruhan sog'lom topilishidan oldin ham, ruhan sog'lom topilgandan keyin ham, ruhiy kasalga tuhmat bilan chiqarilgandan keyin ham mana shu ishlar haligacha davom etyapti. 12 yildan oshiq vaqt mobaynida. Bu obязательно hozirgi tuhmat bilan ruhiy kasalga chiqarilgan hujjat bo'yicha emas bu. Undan oldin ham shu. Men hozir aynan hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich shaxsan sizni ko'rsatib aytganimda ham 9-oktyabr 10-oy 2016-yili men prezident virtual qabulxonasining 10:00 ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib ilk murojaatimni boshlaganman. Mana o'sha turibdi murojaatimni. Lekin sizlar bazadan o'chirib tashlagansizlar, ba'zan yangiladik deb bahona qilib. Mana shu yerda turibdi mana. Mana. Boshi mana. Hali mana
Yakunlanmagancha qancha hali? Yozilmagan cho'rnovida bor hali. Mana bunga tushirishim kerak hammasini yig'ib. Umuman borku, u prezident bo'ladimi, qaysi boshqarma bo'ladimi, farqi yo'q. Men hammasini ko'rdim уже. Men hozir tuman viloyatda aytmayapman. Respublika miqyosidagilarni aytyapman. Ichki ishlar vaziri, sog'liqni saqlash vaziri, yana bu boshqa bosh prokuror hammasi. Bosh prokuraturaniku 10:07 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib tushib bo'lmay qoldi уже. Aynan 2017-yildan keyin bo'ldi, все уже. Har xil bahona topadi ular. Agar menga vlast berilsa, ular ko'cha tilida aytay, agar qonuniy tilda aytganda shunaqa vakolat berilsa, huquq berilsa, imkoniyat berilsa, men ularni nima ish qilayotganligini ochib tashlayman. Alloh bergan aqlim yetadi. Dokumentim ruhiy kasal jinni bo'lsa ham. Aslida o'zim ruhan sog'lomman. Sizlarning ishlaringizdan tushunamanki, Alloh ham norozi. Sizlar bir narsani bahona qilasizlar, diniy yo'nalishni siyosatgarlashtirasizlarda. Siz tegishlilar deb turay hozircha. Diniy yo'nalishdagi to'g'ri yurish kerak, kechirimli bo'lish kerak, bir shunaqa bir tomonlarni ilib olib kelasizlarda, bu yoqdan kelib siyosatdan kelib chiqib, fuqaroni jilolashga harakat qilasizlar, og'ziga jugan solib. Rahmatli Fozil Qori degan domlamiz aytib o'tgan. Allohim iymonini bersin, jannati bo'lsin. Ho'kiz tug'ibdi desa, ishonib ketaverma, aql taroziga solib ko'r deydi. Har bir gapni, har bir vaziyatni, har bir qonunni o'rganish kerak. Masalan, hozir hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, sizga aytadigan bo'lsak, sizda hozirgi mana bu boshqalarni qo'yib turay, mayli o'zim huquqim bo'yicha aytay. Men huquqimdan kelib chiqib murojaat qilib sizga hurmatimni, murojaatimni qanchalik to'g'ri yo'lda sizga yo'naltiryapman-da. Portal orqali, portal bu maynavatchilik qiladigan shunchaki ko'chada yaratilgan bir musorxona emas-ku. Uni siz ochgansiz va yana boshqa sayt ochyapsiz internetdan. Portal esa 10:06 telefon raqami. Operatori ham, prezident administratsiyasi boshlig'i ham umuman to'g'ri ishlamaydi. Qanaqasiga demoqchimanki, murojaatimni sizlarga inson bo'lib beraman-da, shaxsan sizlardan javob xat olmayman men. Masalan, siz nomingizga yozdim, hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, salkam 200 ta ariza yozdim, 10:06 telefon raqamiga, qo'lim bilan yozdim orada. Keyin esa sizning qizingiz mana prezident administratsiyasi boshlig'i hozir xonim Saida Mirziyoyeva Shavkatovna qo'ng'iroq qiling dedim sizlarga, bosh prokurorga aytdim qo'ng'iroq qiling deb, Saida Mirziyoyeva Shavkatovnaga aytdim, sizga aytdim telefon qiling menga deb, Telegram WhatsApp orqali bog'laning deb, bosh prokuraturaga aytdim, Sog'liqni saqlash vazirligiga aytdim. Men bular hammasiga aytyapman. Yo'q, bular qo'ng'iroq qilmaydi. Bularga sizlarga borib qo'pol aytganda borib malol keladi. Yo'q, meni dardimni, murojaatim eshishi yo'q sizlarda. Mana bu konstitutsiyamizda ko'rsatib qo'ygan bo'lmasam, siz yangilagan konstitutsiyada 40-34-moddada murojaat qilish va javob xati masalasi hammasi batafsil ko'rsatilishi. Hamda bunga qo'shimcha konstitutsiyamiz 23-moddasi hamda 62-moddasi. Bundan mustasno emas. Umuman yo'q, mana qonunni yaratib qo'yasizlarda, kitobda qoladi, lekin real hayotda boshqa narsa, lekin televideniyada, radiolarda, gazetalarda boshqa gaplar aytiladi. Xafa bo'lmang, men sizga qanaqadir maylashlik qilayotgan joyim yo'q. To'g'ri maqsadda murojaat qilyapman, inson bo'lib. Meni odam o'rni ko'rmaysizlar hammalaringiz hozir. Boshqa fuqarolar nima aytsam bo'ladi hozir? Men o'zim haqida aytay hozir. Men ko'ryapman vatanimizda nima bo'lyapti hozir. Xalq qanchalik mazlum bo'lib qiynalyapti men kabi.